Hakkerlar Xitoy bilan hamkorlashib Uyg'urlarning iziga tushganligi oshkorlandi. Amerika tor bexatarlik tadqiqot shirkati Lokatning bir tadqiqotchisi o'tgan hafta e'lon qilgan yangi isbotnomasida Xitoy bilan aloqasi bor hakkerlar guruhi murakkab yo'tkalma, yumshoq detallari orqali qaratmali holda Xitoydagi Uyg'ur deb ataladigan osonlik millatni kuzatayotganligini oshkorlagan. Lokat shirkati Xitoy uchun maxsus loyihalab yasalgan Android sistemasi, yamchuk detal va kart kontrollovich Google izlash sistemalarining hammasida Jadirat deb ataladigan maxfiy jasuslik detali borligini bayqagan. Xitoyda Uyg'urlarning ovoz avrishkisini ilish ahvoli diqqat qo'zg'amoqda. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoyning fuqarolarning ovoz avrishkisini unga ilib to'plash masalasi haqida bir bayonot e'lon qilib, Xitoy yaqindan buyon har bir kishiga oid ovoz avrishkisini to'plab yig'ishga boshlaganligi, mutaxassislar Sharqiy Turkistonni bu xil turdagi sinoqlarning eng cho'ng tajribaxonasi qilib olganligini bildirdi. Uyg'ur jamoatchiligidan qochib yurgan Uyg'urlarning xomxiyoli barbod bo'ldi. Vatanga qaytib borgandan keyingi avargarchilikdan saqlanish uchun maktab, jamiyat va jamoatdan bo'libmi Uyg'urlardan o'zini chetga tortib yurgan bir muncha kishilar bor bo'lib, ular siyosatga aralashmasak, jamoatdan uzoq tursak omon qolamiz deb xomxiyol qilgan edi. Lekin bu yilgi shamol bu xomxiyollarni bekor qildi. Yaqinqi uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur jamoatidan qochqanlarning hammasi jazolanmoqda ekan. Türkiye dünyadaki en sehi devlet. Türkiye, Arakanlık Müslümanlarga 50 milyon dolardan artıq insanperverlik yardımı bergenden keyin Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirlar Mahkemesi'nin başlığı Philippo Grant şunu ta'kidlab o'taman ki, Türkiye insanperverlik yardım meselesi de dünyadaki en sehi devlet buluş alohidligini izchil joriy qildirmoqda deb maqtadi.